Bunaqa tushmani joyim bu och. Hammaga salom qizlarjonlar. Menda yangiliklar bor. Endi men boshqa joyga ko'chdim, boshqa uyga va yangi nima edi oila a'zomiz bu Luna. Luna, tanishinglar. 1 yillik, 1 yoshlik. Bugun maslahatlar, qizlarjonlarga maslahat rubrikasini davom etamiz. Bunday qilaman. Bunday qilayman. Shamol kelmasin. Bu rubrikani davom etamiz. Hop, qizlarjonlar, bugun shunaqa chiroyli manzarada podkast qilaman. Afsuski zakat o'tib ketdi, chunki men uy yig'ishtirayotgandim. Shunga bugun zakatsiz, lekin chiroyli manzara bilan. Umid qilamanki, qoraymagancha, kech tushmagancha ulgurib qolaman. Qizlarjonlar, birinchi maslahatdan boshlaymiz. Qaranglar, bu videoda ma'naviy, nima edi? Moddiy emas. Ya'ni psixologический советlar bo'ladi, в основном faqat shunaqa sovetlar bo'ladi. Chunki o'tgan safargi videoda biza fizический savol sovetlar ham berdim. Ya'ni bugun faqat ma'naviy sovetlar bo'ladi. Qizlar, birinchi maslahatim, har bitta katta odam, ya'ni yoshi katta odam ham normalniy degani emas. Ya'ni shunaqa odamlar borki, yoshi katta bo'lsa ham ular prosta normalniy munosabatga muloyiq emas. Chunki siz shunaqa odamlarga yaxshi munosabatda bo'lsangiz ham ular siz bilan yomon munosabatda bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning tushunchasi bo'yicha kichkina bo'lsa, значит, uni yerga urish mumkin degan tushunchali odamlar bor. Ya'ni yoshi katta degani miyasida ham katta u odam degani emas. Shuning uchun hamma yoshi katta odamlarga ishonib yoki sirlaringizni aytib yurmanglar. Chunki shunaqangi qitmir yomon odamlar ham bor. Ya'ni yoshi katta bo'lsa ham ozgina bu yerda yetishmagan odamlar ham bor. Ya'ni aytishadi-ku, hurmat qilish kerak, faqat kattalarni quloq solish kerak. Yo'q, faqat kattalarni quloq solish kerak emas. Miyasi bor odamni quloq solish kerak. Katta degani miyasi bor degani emas. Men sizlarga hozir shunaqa hayotimdan bitta o'rnak kelib aytaman. Masalan, meni Qur'on ustozim bor edi. O'shanda men Qur'on ustozimga SMMlikdan yordam berayotgandim. Ya'ni men SMM bo'yicha rivojlantirib beraman sotsiyasini. U esa menga Qur'on o'rgatish kerak edi. Va tajvid shunaqa narsa. Va u odam men uyimda bir necha kun, bir haftami, 2 hafta yashadi. Va lekin o'sha hafta meni hayotimdagi nima desam, psixologическое насилие haftasi bo'ldi. Chunki sen odamga qanchalik hurmat qilib quloq solsang, ya'ni shunaqa odamlar borki, sen naborot ularga quloq solsang, hurmatini qo'yib joyiga hop deb yursang va вообще gap qaytarmasdan, eshitmoqmasdan, tushunabsanmi? Unaqa odamlar battar sen boshingga chiqadi. Sendan katta bo'lsa ham, sendan bilimi ko'p bo'lsa ham, prosta farosat degan narsa yo'q. Ba'zi insonlarda yo'q. Katta bo'lsa ham, yoshi katta bo'lsa ham, qanaqadir katta lavozimda ishlasa ham yoki bilimdor bir inson bo'lsa ham, farosat bu ayri bir narsa. Bilim bu ayri, pul ayri narsa, farosat esa ayri narsa. Va farosatsiz odam yaxshi munosabatlar qura olmaydi. Va o'shandagina tushunib yetdimki, ustoz bo'lsin, xo'p, yoki ish rukovodительница bo'lsin, farosat bo'lmasa, u yerda meni ishim yo'q. Ya'ni menga nisbatan hurmat bo'lmasa, meni yoshim kichkina bo'lsa ham, men ular bilan qanaqadir munosabat qurmayman. Xo'x ustoz sifatida bo'lsin, xo'x ishchi sifatida bo'lsin, men unaqa joydan ketaman. Ya'ni men chunki psixologiyam muhimroq menga. Bizada bunaqa odamlar ko'p, ayniqsa qaynonalar deydilar. O'shanga, lekin yaxshi qaynonalar ham bor. Qizlar, hamma ham bunaqa emas. Vot, shunga katta odam bu odamga quloq solish kerak degani emas. Ya'ni vaqtida
Bunaqa odamga o'zingizni xafa qilib qo'ymasligingizni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa boshingizga chiqib oladi. Mani hayotimdagi kabi. O'zbekcham qaranglar, yaxshilandi. Yaxshi bo'lgan o'zbekcha. Ikkinchi maslahatim, Turkiyada ko'p islom haqida gapiradilar. Hatto islom ilmlar fakultetida ham o'qidim. Va farqiga borib boshlaysan-da, ya'ni odam islomga bo'lgan munosabatini. Va bu yerda men sizlarga aytmoqchimanki, islomni men juda zo'r bilaman. Ya'ni har doim shu gapni gapiradigan yoki men imomman, men qoriyaman, Qur'onni bilaman, hamma hadislarni bilaman. Faqat sizni nauchat qiladigan odam, ya'ni faqat islomga sizni o'rgatadigan odam. Masalan, даже sizlar gaplashib o'tiribsizlar, prosta gaplashib o'tirganlaringizda shu temani o'zidan o'zi ochib gapira boshlasa-da, yo sen bunday qilibsan, bunday qilmaslik kerak, namoz o'qishing kerak, tudim. Faqat shu gap bo'lsa, ya'ni har safar bir marta, ikki marta mayli, bir marta, ikki marta aytgan bo'lsa mayli, problema yo'q. Lekin bu har safar takrorlansa, будьте осторожны. Diqqatli bo'linglar. Chunki bunaqa narsani tagida yomon narsa bor deylik. Bu psixologiya tarafidan. Chunki din bu manipulyatsiya qilish uchun juda zo'r narsa. Va любой inson din bilan manipulyatsiya qila oladi. Bu bir. Va siz o'zingiz bilmay qolasizki, qanday siz o'sha insonni qo'lida bo'lib qolganingizni. Siz o'ylashingiz mumkin, voy bilimi ko'p ekan, ko'p narsa bilar ekan. Okey. Lekin me'yorida. Ya'ni dinni haqiqatdan ham yaxshi biladigan odam har safar sizga men dinni bilaman, men Qur'onni bilaman, sen bunday qilmasliging kerak demaydi. Unaqa odam ichida biladi, и всё. Siz so'raganingizda aytadi. Ya'ni har safar namoz o'qi yoki tam voy bunday yuribsan, bunday yurmaslik kerak islomda demaydi. Bunga diqqatli bo'linglar, chunki ko'pincha erkaklarimizda shunaqa narsani uchratsa bo'ladi. Din bilan manipulyatsiyani. Hatto o'zlari bilishmasa ham. Ya'ni din bilan manipulyatsiya qiladi, lekin buni aslida tubida boshqa narsa bo'lishi mumkin. Masalan, kel nikoh qilaylik, atnosheniyamiz harom bo'lmasligi uchun deyish mumkin. Keyin где-то 3 yildan keyin to'y qilamiz desa. Qizlar bu narsaga uchmanglar, iltimos. Chunki aslida buni xohishi такой светлый намерение esimdan chiqib ketdi. Namereniyasi такой yaxshi bo'lsa ham, niyati yaxshi bo'lsa ham, topdim. O'zi aslida nima edi? Fizически близость xohlayapti, ya'ni, tushundingizmi? Ya'ni bu erkaklar qaysi erkak buni xohlamaydi? Ming dindor bo'lsa ham xohlaydi. Shuning uchun qizlar ogoh, diqqatliroq bo'linglar. Ming dindor bo'lsa ham hamma gapga ishonib ketaverish kerak emas. Chunki aslida insonning ichida nima borligini biz bilmaymiz. Inson sizga to'g'ridan to'g'ri aytmaydi bunaqa narsalarni. Hech qachon. Tim bo'lib dindor inson. Unaqa insonlar shunaqangi sizga gaplarni aytish mumkinki, siz to'g'ri, shunday qilish kerak, bo'lmasa men yomonman yoki tam imonim aslabi bo'lib qolishi mumkin deyish mumkin, lekin qizlar o'zlaringiz ham miyangizni ishlatishni unutmanglar. Ya'ni bizga miya nima uchun berilgan? O'zimiz ham o'ylash uchun. Okay? Uchinchi savetim bu hammaga ham srazu va 100% ochilmaylar. Qizlar, ya'ni chegara degan narsa bor. Biz bitta insonni ko'rib yaxshi deyishimiz mumkin, voy meni dugonam, do'stim, ishonaman deyishlaringiz mumkin. Lekin 100% ochilmaylar. Ya'ni o'zlaringizni qanaqadir siringiz bo'lsa, ya'ni takoy katta bir sir bo'lsa, siz uchun juda muhim sir bo'lsa, uni aytmanglar. Ya'ni 100% ishonmaganlaringizcha. 100% bu odam sizning sinovingizdan o'tmagancha, ya'ni do'stlik sinovidan o'tmagancha, buni vaqt ko'rsatadi, buni обстоятельствоlar ko'rsatadi, vaqti bilan.
lekin srazu emas va srazu bo'lmasa ham, ya'ni kelajakda ochilsangiz ham o'ylab buni qilinglar. Chunki amma aytganimdek hamma insonlar ham siz o'ylaganchalik emas. Ya'ni biz o'ylashimiz mumkin, men yaxshiman, demak boshqa insonlar ham yaxshiman, men kabi deb. Yo'q. Yo'q qizlar. Yo'q. Insonlar farqli. Siz uni miyasida nima bo'layotganini bilmaysiz. Dugonangiz juda yaqin bo'lsa ham, siz u dugonangiz sizga qanaqadir nafrati borligini ham bilolmay qolishingiz mumkin. Bilasizlarmi? Shuning uchun ogoh, ya'ni diqqatliroq bo'linglar. Unaqa nimada hamma narsaga ishonavermanglar va ochilmanglar srazu, ayniqsa yangi odamga. Va ayniqsa ularga nima edi? Родственники. Ayniqsa родственникиga. Bu temada ozgina diqqatliroq bo'lish kerak. Keyingi maslahatim, men juda asab bo'laman. Bu temada juda ham asab bo'laman, qizlarjonlar. Buncha yosh erga tegyapsizlar. Juda yosh. Sizlar tushunyapsizlarmi? 19, 18 yosh. Bu juda ham yosh. Sizlar hali o'zingizni hayotingizni yashab ko'ra olmadingizlar. Da bizning kulturamizda boshqacha, lekin baribir ham sizlar o'zlaringiz xohlab bir hayot yashab ko'rish xohlamaysizlarmi? Masalan, sizlar o'zingizni oilangizdan chiqib-da srazu boshqa bir oilaga kelyapsizlar. U yerda keyin ota-onangiz sizga ruxsat bermagan narsaga eringiz ruxsat bermaydi. Qaynotangiz. Men bunaqa hayotni prosta tasavvur qila olmayman. Sizlar o'ylab ko'ringlar, sizlar hayotda yashab ko'rmadingizlar hali. Normalniy bir his qilib ko'ra olmadingizlar. Erga tegyapsizlar, 1 yildan keyin bolali bo'libsizlar, bolaga qarab, все o'tib ketdi. Xuddi bir faqat yeb ichib, uxlash uchun, tualet borish uchun, uy yig'ishtirish uchun kuyovni ota-onasiga slujit qilish uchun yashagandaysizlar. Xuddi bir maqsad shunaqa faqat. Faqat maqsad oila qurishday xuddi bir. Qizlar, sizlarning maqsadlaringiz shunaqami? Ya'ni qanday shunaqa maqsad bilan yashash mumkin? Kimdir uchun bu normalnidir, lekin sizlar masalan dunyo ko'rish xohlamaysizlarmi? Dunyo ko'rishni yoki nimadir yaratishni, bu dunyoda o'zlaringizni nima edi, izingizni iz qoldirish xohlamaysizlarmi? Bizani qancha mashhur nima edi, исторический mashhur nima edi, женщинаlar bo'lgan, ayollar bo'lgan-da, masalan Tomaris nima qilgan, ya'ni istoriyada bizani o'lkamiz uchun nima qilgan, qanaqa bir hissasini qo'shgan. Faqat bir bilmayman, kimdir uchun bu normalnidir, kimdir uchun yo'q. Agar siz uchun bu normalniy bo'lmasa, shoshilmanglar. O'tgan videoda ham aytgandim. Chunki realni dunyoda odam ko'p va любой payt erga tegishga, uylanishga ulgurasizlar agar bolalar ham ko'rayotgan bo'lsa. Siz bir o'zimni hayotim qanaqa bo'lishi xohlaysizlar, ya'ni o'zlaringizni hayotingiz qanaqa bo'lishini xohlaysizlar, shuni o'ylab ko'ringlar. Nimalar qilishni xohlaysizlar bu hayotda? Bunlarni o'ylab ko'ringlar. Faqat erga tegib oila qurish emas, oila qurishga ulguramiz. Tushunyapsizlarmi? O'qish bo'lishi mumkin. O'qishdan keyin nima qilasizlar? O'qishdan keyingi maqsadlaringiz nima? Buyuk maqsadlar qo'yishdan qo'rqmanglar. Chunki buyuk maqsad qo'ysangiz, buyuk maqsadlarga hamma ham bormaydi. Ya'ni buyuk maqsadga hamma ham bormaydi. Qo'ysang, o'sha buyuk maqsadga bir maqsad qo'ysang, ya'ni u maqsadga mo'ljaga tushish osonroq bo'ladi. Chunki hamma ham unaqa maqsadga bormaydi. Shunga qo'rqmanglar bunaqa maqsadlar qo'yishdan qizlar. Sizlar bir qaranglar, mana bilmadim, ota-onangizni hayotiga qaranglar, ota-buvalaringizni hayotiga qaranglar. Siz ham shunaqa hayot o'tkazishni xohlaysizlarmi? Shunga bir o'ylab ko'ringlar buni. Keyingi maslahatim bu критическое мышление. Bu shunaqangi zo'r narsaki, sizni hayotingizdagi любой sfera uchun to'g'ri keladi. Ishda bo'lsin, xohat nashaniyada bo'lsin. Ya'ni bu bunaqa mishleniyada yaxshi-yomon yo'q. Yaxshi-yomon degan narsa yo'q, oq-qora degan narsa yo'q. Ya'ni
bu dunyoqarash. Dunyoqarashingizni kengaytiradi. Ya'ni siz faqat narsalarga, odamlarga yaxshi yomon, qora oq qilib qaramaysizlar. Ya'ni boshqa taraflardan, boshqa точка зрениyadan qarab ko'rasizlar. Uzoqdan, ya'ni bu situatsiyaga uzoqdan ko'rib boshlaysizlar. Qara boshlaysizlar uzoqdan. Hatto o'zingizni отношениеңizga, o'zingizni fikrlaringizga bu juda ham zo'r narsa, ya'ni foydali narsa. Shuning uchun kriticheskiy mishleniyani o'rganishni sizlarga maslahat beraman. Keyingi maslahatim hammadan aqlli deb o'ylamanglar. Hamma narsani bilaman deb o'ylamanglar. Menimcha bunaqa maslahat eshitgandirsizlar. Chunki bu narsa, bunaqa o'ylov bizani yo'limizni yopadi. Ya'ni qanchadan qancha yangi narsalar borki, biza bilmaydigan narsalar ham borki, biza hamma narsani bilamiz yoki biza hammadan aqllimiz deb o'ylasak, biza o'zimizning yo'limizni yopib qo'yamiz. Chunki biza bilamiz-ku. Da. Qizlarjonlar, shu nuqtada men videomni tugataman, chunki joyim tugayapti telefonimda. Yana boshqa videolar ham olaman, balki psixologicheskiy maslahatlar bo'lishi mumkin ayri. Shuning uchun like bosing, podpiska tashlang, kommentariy yozing, hech bo'lmasa nuqta qoldirib ketinglar. Biza esa Luna bilan пока deymiz. Da, пока. Пока. Ko'rishguncha xayr.